Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolisa navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib bir baho berasizlar. Mana shu stol stulimizni mahalla uchun tayyorladik. 6 talik variantli gulli stulimizni ranglari seri rangidan taglarini boltga qilib, taxta faner, yomg'irda qolsa ham ishlasa qilmaydigan qilib, stullarimizni turol tomoni kashagi bor. Metallar qalin metalda ishlangan, xontoxtamizni fanerlari, burchlar chaqlangan, laklangan, to'kilsa ham ishlasa qilmaydi. Profillarimiz qalin profilda ishlangan, mexanizmlar yaxshisidan taklanadigan variantda xontoxtamiz ko'rishingiz mumkin. Mana arendaga beraman deganlarga, mahallaga uchun ishlataman deganlarga, to'yxonasi bor aka-ukalarga zo'r variant, ham ixcham, yig'ishtirishga qulay. Ko'rishingiz mumkin. Bu stol stulimiz 20 komplekt tayyorladik mahalla uchun. Xudo xolisa ranglarini seri ranglar qilib, juda chiroyli qilib berdik. Arzonroq variant keladiganlar uchun prokatning variantimiz ham bor. Bunimiz narxi arzonroq chiqadi. Bu variant, bu komplektimiz 1 million 300 ming so'mdan chiqadi. Bundan bo'ladigan bo'lsa 1 million 100 ming so'mdan chiqadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, cheklanmagan miqdorda tayyorlab dasturga qilib beramiz inshaalloh. Mana mashinamiz ham yetib keldi. Hozir yuklab chiqazib yuboramiz xudo xolisa.